Mana shu markirovkani urmasdan sotadigan bo'lsangiz, siz aniq 100% jarimaga tortilasiz. Markirovka masalasi bo'yicha mijozimizning do'konlariga hozir yo'lga otlandim. Hozir ularning do'konlarini tizimlashtirib beraman, bemalol markirovkasini urib mahsulotlarini sotishlari mumkin. Mana shu markirovkani urmasdan sotadigan bo'lsangiz, siz aniq 100% jarimaga tortilasiz. Ogoh bo'ling. Bizning xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, aloqaga chiqishingiz mumkin. Telefon raqamlarimiz yozilgan. Chilonzordagi mijozimizning do'konlariga keldim. Markirovkalarini integratsiya qilgan holda hamma mahsulotlarini tizimlashtirib beramiz. Hozir ularga to'liq ma'lumot beryapman. Hozirgi vaqt ozgina noto'g'ri ishlayaptilar ekan. Shu joylarda to'g'rilagan holda litsenziya olish kerak bo'lsa, litsenziyalarni oling deb aytdim va to'liq ishlashlari uchun qonuniy ishlashlarini men maslahat berdim va mana shunga o'xshagan markirovka bor mahsulotlarni hammasini qanaqa qilib integratsiya qilish kerak, ularga hozir o'rgataman. Qolgan mahsulotlarni o'zlari bemalol integratsiya qilaman. O'zimdagi bor bilimni ularga hozir berib beraman. Bizning xizmatimiz kerak bo'ladigan bo'lsa, albatta integratsiya qiling. Markirovkalangan mahsulotlaringizni agar markirovka qilmagan holda sotsangiz, jarima to'lashga tayyor turing. Hozir mijozimiz o'zlari markirovkani mustaqil bemalol integratsiya qilyaptilar, men ularga o'rgatib qo'ydim. Markirovka bor mahsulotlarni albatta integratsiya qilinglar. Markirovkasi sotmanglar, shunday deyiladi, chiqadi. Yo'q joydan jarimaga tortilishlar mumkin. Mijozimizga hozir markirovka bor mahsulotlarini 0 dan 100 gacha qanaqa qilib integratsiya qilishni bularga men hozir to'liq o'rgatdim. Aka tushundingiz? Hammasini biror savolingiz bo'ladigan bo'lsa, bir hafta mobaynida bemalol menga aloqaga chiqib, xizmatimdan bemalol foydalansa bo'ladi. Aka fikringizni ularga bildiring, kuzatuvchilarga. Shu magazin sohasida ishlayotgan insonlar sizlar kuzatib turgan bo'lsa, chaqirib aka maslahat olishlaringizni tavsiya qilib, hozir bizlar bilan juda ko'p narsalar noqonuniy ishlab turgan ekanlar. Hozir aka mana sizlarga tushuntirdi. Bitta masalan tamaki mahsulotini men biznesda sotib turgan. Litsenziya olib sotish kerak ekan shu tamaki mahsulot. Chaqirib bir maslahat olib, tushunib olishlaringizni xohlayman. Bir 5 so'm foyda qilaman. Ancha jarimaga tushib qolmaysizlar. Yaxshi o'sha vaqtida men bilib, o'sha imkon oldim. Mendan nasib bo'lsa akaga rahmat. Tushunib oldim. Qiyin emas ekan. Tushunmasa bo'ladi. Bemalol tushunman, to'g'ri o'zimdagi bor bilimni maslaga borib berib, o'rgatib, keyin qayta bu mahsulotni mana chaqirib o'tirmaydi. Bezaka, menga markirovka bor mahsulotni kirgizib bering deb o'tirmaysiz. Bemalol xohlasangizmi do'konga boringda, xizmatimni ber, men senga markirovka qilib beraman deb. O'zimga qilsam bo'ladi. Endi aytmoqchiman-da, ularning xizmatini to'liq qilib bo'ladi. To'g'ri, berishyapti. Mana shu apparatga markirovka bor mahsulot qilib berib, qaysi mahsulot bor, qaysi mahsulot yo'q. Shuning uchun bitta markirovka emas, boshqa avashnoy konstavada, ularni qilishda o'rgatib qo'ydim. Buning o'zlari uchun to'g'ri ishlaydi. Bizning xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, telefon raqamlarimiz bor. Albatta markirovka bo'lgan mahsulotlarni qonun doirasida bo'yicha sotishga maslahat beramiz. Mijozimizning barcha ishlarini qilib berdik. Markirovkalarga mahsulotlarini integratsiya qilib, endi keyingi mijoz oldiga yo'lga otlandik. Mana ularning do'konlari faqatgina joylashgan joylari. Sizga bizdan xizmat kerak bo'ladigan bo'lsa, aloqaga chiqishingiz mumkin.